Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Video murojaat qilmoqchiman. Bizlar bir Dashavuzda Iloli rayonida Shuhrat Atajonov degan bir do'stimiz bor edi, armiyada birga xizmat qilgan. Shu do'stimizga murojaat qilmoqchiman. Eğerda shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, shu telefon nomerlarimni qo'yib ketaman. Telefon qilib murojaat qilsin, bir aloqa qilsak bo'ladi dedi. Ko'p yillar bo'lib ketdi. Uchrashmadik, ko'rishmadik, telefon qilishmadik bir-birimizga. Shuning uchun Shuhrat Atajonov Iloli rayonining sentrida yashaydi. Bir sport shkola bor edi, uyining arkasida, sentrda, markazda yashaydi. Shuning balki o'zi ko'rmay olsa, qarindoshlari ko'ngilchilari bo'lishi mumkin. Shulara Shuhratga shu video murojaatimni yetkazsinglar, iltimos sizlardan. Bir telefonda olsam, hech bo'lmasa bir aloqa qilib tursak yaxshi bo'lar edi. Shuhrat Atajonov xatini odi Ro'shanoy edi. Keyin ukasi bor edi, Davron degan. Bir palvon yigit edi. Shularni bilsangizlar, ko'ngil havolari, qarindosh do'g'onlari, akalari bor edi. Shu Shuhratga yetkazinglar shu video murojaatimni, iltimos bir aloqa qilsak bo'ladi dedi. Ko'p yillar bo'lib ketdi. Ne telefon bor, ne bir xabar bor deyni. İltimos sizlardan shuni yetkazib qo'yinglar. Telefon nomerim +99 888 201 01 66. Bu meni telefon nomerim. Shuhrat, ko'rib turgansang, iltimos telefon qil, bir guringlashaylik, gaplashaylik va aloqani yana diklali jo'ra. Men Davronman, Qazariston Davron, Hofiz. Balkim Doniz endi hozir o'zgarib ketdi-ku, yosh vaqt edi. Vaqtlari endi aradan ko'p yillar o'tib ketdi axir. Shuning uchun iltimos hurmatli do'stlar, Dashavuzli Ilonli rayonidagilar, Shuhrat Atajonovni donidonlaring yetkazib qo'yinglar shu video murojaatimni. Telefon nomerimni aytib o'tdim. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.